3 xona, birinchi etajda Novostroyka uy qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Yakkasaroy tumani Salomatinada joylashgan 3 xona, birinchi etajli uyimiz birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu ko'rib turganlaringiz uyimizning hol qismi. Ko'rib turganlaringdek, bu yerda esa glavniy eshikdan kirib kelish, o'zining bu yoqda stroyniy shkaflari, ajoyib oynalari, ko'rib turganlaringdek, bu yerda esa bolalar xonasi. Uyimiz 9 qavatli binoni birinchi qavatda joylashgan bo'lib, umumiy maydoni 65 metr kvadratdan iborat. Uyimizda hamma xonalarimiz alohida joylashgan, ko'rib turganlaringdek. Bu yerda esa razdelniy sanuzolimiz. Bu yerda esa ota-onalar yotoqxonasi. Ko'rib turganlaringdek, sifat va rang uyg'unligiga alohida e'tibor berilgan did bilan ta'mirlangan uyimiz egalari tomonidan uyimiz. Bu yerda esa garderobning xonachasi. Ko'rib turganlaringdek. Bu yerda oshxona qismimiz suriladigan eshiklari bilan o'tirib ovqatlanishlaringiz stol, stul va kerakli barcha mebel texnikalar bilan ta'minlangan. Sifatlisidan qo'ygan Samsung, Hoffman ko'rib turganlaringdek. Ushbu uyimizni mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Yakkasaroy tumani Salomatina masjid ro'parasida joylashgan poytaxt ijro kompleksida ushbu uyimizni egalari videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda 125 ming AQSh dollar narxlashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsioniyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.